Ayol go'zallik, nafosat va bag'rikenglik timsoli. Lekin uning qudrati faqat go'zallikda emas, balki sabrida, mehrida va yaratish qobiliyatida mujassam. Ayolning har kuni bir mo'jiza. U avvalo ona. Farzand qalbiga birinchi mehrni soladigan, birinchi tarbiyani beradigan, birinchi duoni qiladigan buyuk zotdir. Ayol uyning yuragi. U oshxonada mazali taom pishiradi. Oila davrasiga quvonch ulashadi. Kerak bo'lsa shifokor. Farzandlarining har bir yo'tali, har bir dardi unga befarq emas. U farrosh, uyni pokiza tutib, oilasining tinchligini ta'minlaydi. Shu bilan birga u do'st, maslahatchi, tayanchoqdir. Shuncha mas'uliyat, shuncha vazifa orasida ayol yana o'z sevimli kasbiga vaqt topadi. Chunki ayolning qalbi yaratish, mehnat qilish, o'z-o'zini namoyon etish istagi bilan to'ladir. Xoh u shifokor bo'lsin, xoh o'qituvchi yoki tikuvchi, farqi yo'q. Ayol har qanday sharoitda baribir o'z orzusiga yo'l topa oladi. Ayol istasa butun dunyoni tebratadi. Ayol istasa birgina hunar bilan butun uyning daromadini o'zgartirishi, hattoki taqdirini yangilashi ham mumkin. Men ham yaratganga shukr qilaman. Ming bora shukrlar aytaman. Meni shu qudratli, mehnatkash, mo'jiza yaratishga qodir ayollar safida yaratgani uchun. Qo'limga shunday go'zal hunar bergani uchun. Uy ro'zg'or ishlari, farzand tarbiyasi bilan birga xalqimizga xizmat qilib, har xil turdagi ko'ylaklar, pardalar tikib, birovlarning hojatini chiqarayotganimdan faxrlanaman. Eng muhimi, bu hunar oilam rizqiga ham baraka bo'lib qo'shilmoqda. Alhamdulillah. Siz ham hayotingizda o'z kuchingizni ochib, hunar bilan o'z taqdiringizni o'zgartirmoqchimisiz? Unda sizni o'z qo'llari bilan mo'jiza yaratishga chorlaydigan Andoza mo'jizasi onlayn kursimga taklif qilaman. Bu kurs arzon, oson va har bir ayol uchun ochiqdir. Eng asosiysi, bu kurs sizni qo'lidan ish keladigan, o'z daromadini yaratadigan, o'ziga ishonchi mustahkam ayolga aylantiradi. Bugun bir qadam qo'ying, ertaga esa o'zingizga rahmat aytasiz.